Hurmatli 35-son model markazimizda hurmatli qadrli ayollari mana shu arzimas sovg'amizni bayram tuhfasi deb qabul qilasizlar. Barcha mana shu 35-son model markazi erkaklari, yigitlari nomidan qabul qilasizlar. Ta'rifingiz o'tmoq uchun shaylanayin, mehr to'la ko'zingizdan aylanayin, chehrasiga yarashadi hayollari, guldan go'zal o'zbegimni ayollari. Ta'riflasam bu dunyoda hurlarimsiz, pokizasiz, gard yuqmagan gullarimsiz, bu dunyoni to'ldirguvchi nurlarimsiz, mehr daryo o'zbegimni ayollari. Bayramingiz muborak bo'lsin. Buni ham mana bugun O'zbekiston viloyat markazida fan ta'lim kasb uyushmalari xodimlari, xotin-qizlariga biz madaniy xizmat ko'rsatdik. Javob bilan kelishganda ushbu ajratilgan sovg'alarni ham shu hurmatli xotin-qizlarimizga ajratishni qaror qildik. Bayramingiz muborak bo'lsin. Albatta bu jamoamizda hurmatli bo'lim mudirimiz Bekiva Lola, Qahramona Tojboyeva, Mehriniso Qurbonova, Nilfarlarga ham sovg'alarimiz tayyor. Ularga ham xuddi sizlar kabi shunday sovg'alarni beramiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Orif, marhamat, tabriklayman. Tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. So'z Sirosh Qo'payevga. Xola, Rizota bayramlaringiz muborak bo'lsin. Har kuni mana shunday chiroyli bo'lib, ko'rkam bo'lib yuringlar. Yana bir bora xonadonlaringizda yaxshi kun bo'lsin, muborak. Bayram muborak bo'lsin. Xo'p, hurmatli yigitlar, rahmat. Sherali aka, sizga rahmat. Ro'zopa tabriklayman. Ayollar bilan sizlarning ham xonadonlaringizdagi ayollarga, onalarga, kelinlarga, singillarni tabriklayman. Ilohim unaqa bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurti tinch, osmoni musaffo, yurtda mana shunaqa chiroyli bayramlar yarashadi. Hammamizga bayram muborak bo'lsin. Bayram xotin-qizlarniki emas, erkaklarimizda ham bayram. Chunki erkaklarimiz bor, ayollarimiz chiroyli bo'ladi, ro'zg'ori but bo'ladi. Sizlar ham boshimizga omon bo'linglar. Tabrik uchun, sovg'a uchun rahmat. Bayram muborak bo'lsin.